Bu chakmanimiz 2024-yil ishlab chiqarilgan 550 talik. Buning dizayneriga bir qaranglar, o'zgarishiga monitorlar bo'lib chiqqan. Keyin kuzovni ko'taradigan knopkasi har chaqmanda har joyda. Oldingi bundan eskisiniki bu joyda bo'ladi. Buniki boshqa joyda. Mana bu yerda buni. Mana. Seplarni bosamiz, bitta ko'taramiz. Bo'ldi. Oldin skorga solib olinglar mana. Skorga oldiga soldi. Birga ikkita solsanglar ham bo'ladi, farqi yo'q uning. Faqat oldiga solsanglar tez ko'taradi kuzovni. Keyin mana bu bir ko'tariladi. Ya'ni ikkita nimani harakatlantiruvchi, ya'ni mana shu bitta burog'ich bitta ko'tarsanglar, unda harakatga kiradi mashina. Ikkita tortsanglar, bitta tortsa o'sha nimani qo'shadi. Mana bu tabloda o'sha chiqdi, mana sariq bitta degan. Mana. Keyin bu tarafda nimasi bor? Kuzovni ko'taradigan richagi, mana tepaga, pastga ishlatsanglar bo'ladi. Keyin ajratmoqchi bo'lganda mana shu skorsdan ajratasizlar, mana bo'ldi. Mana bitta bosamiz, mana ketdi. Keyin bu tarafga blokировкani qo'shadigan. Mana ajraldi. Keyin bu tarafda svet. Mana bu svet ham ikkita. Mana bajaradi bu bitta. Mana bitta torsanglar, mana bitta tor o'zi pastida tumak yonadi, orqasida tumak yonadi. Mana. Keyin monitorda mana kamerasi bor buni. Mana 4 ta kamerasi bor. Orqaga, oldinga yana pоворотni qo'shsak, mana bu tarafda pоворотni qo'shamiz. Mana kamera o'zi o'ng tarafga. Chafga uramiz. Mana bu taraf chafga o'zi. Orqaga olamiz. Mana orqa bu tarafda, mana. Mana orqa kamera ko'rsatdi. Shunday bluetoothli bor. Mana bluetoothi. Xo'p. Shunday chakmon.